Abu Hurayra roziyallohu anhu bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikkalalari yolg'iz turganlarida payg'ambarimiz aytar ekanlarda: "Ey Abu Hurayra, men o'tganimdan keyin qabrimni farishtalar ham kelib ziyorat qilishadi. Odamlar-ku turgan gap ziyoratga kelishadi, farishtalar ham ziyorat qilishadi. Siz ham qabringizni o'lganingizdan keyin farishtalar ziyorat qilishni xohlaysizmi?" deganlarda, "Xohlayman ya Rasululloh." "Qanday bu ulug' darajat? Xohlaymiz-da shunaqa darajalarni" deyishganda, "Unday bo'lsa Qur'on o'qing" deyishgan. Qarang, Qur'on o'qiydigan bo'lsangiz, o'lganingizdan keyin farishtalar ham kelib qabringizni ziyorat qiladigan darajaga ko'tarib qo'yar ekan. Bir suhbatlarimizda aytdik, Qur'on qayerga nozil bo'lsa o'sha yerni obod qiladi. Payg'ambarimiz eng afzal payg'ambar bo'lishliklariga bitta eng katta sabablardan biri Qur'on Rasulullohga nozil bo'ldi. Jabroil alayhissalomda eng ulug' farishta bo'lishlariga sabab Jabroil alayhissalom olib tushdilar Qur'onni. Shunday bo'lib ketaveradi. Qur'on qayerga tushar ekan, o'sha tushgan joyni obod qiladi. Har qanaqa urush to'palang bo'lib turgan yerda agar odam Qur'on o'qiyar ekan, hamma tinchiydi o'sha yerda. Sokinlik vujudga keladi. Mana shu Toshkentda Shayx hazratlari o'tganlarda ham odam rosa ko'p bo'lgan, hammamiz bilamiz. Hech kim to'xtatalmadi-da. Hatto militsiyalar ham to'xtatalmadi. Shunda bir kimdir qaysidir domla shunday mikrofonni oldilar, qarasa hech kim gap so'zga ham quloq solmayapti, daryoga o'xshab mavjlanib turibdi odamlar. Auzu bismillohni aytib shunday Qur'on o'qishgan, hamma o'sha yerda tinchib, tikka turganlar o'tirgan, yurganlar to'xtagan, shu holat bo'lgan. O'sha videolarda bor shu. Qarang, Qur'on qayerga tushsa o'sha yerda sakinat, xotirjamlik hukm suradi o'sha yerda. Agar endi oilamizda Qur'on o'qiyar ekanmiz, ana ko'ravering, endi xutba ekan. Biz qorong'i kunlarda yerdan turib, ana yulduzni ko'rganimizga o'xshab, farishtalar osmondan Qur'on o'qilyapti turgan xonadonlarni ko'rib maqtab turishar ekan, istig'for aytib turishar ekan. Ana u xonadonda Qur'on o'qilyapti. Mana bu xonadonda Qur'on o'qilyapti. Nimaga? Nur chiqib turar ekanda o'sha xonadonda. Haligi bir nima ham borki, bir ko'zi emas, qulog'i kar odam qorilar xato qilsa topib to'xta adashding, boshqatdan o'qi derkanda. Hali qori, rostdan adashibman, yana to'g'rilab o'qi. Yana bir joyga borib xato qilganda to'xta adashding derkan, yana to'g'rilab ketaverar ekan. Ular aytishar ekan, bu kar bo'lsa bu qanday qilib bizni xatoyimizni topyapti bu deb sekin odam qo'yib surishtirib, qanday bu bizni xatoyimizni biladi, o'zi kar bo'lsa gapirsang eshitmasa deb odam qo'yishsa, bir o'shan bilan gaplashadigan odam bor, sen qanday bilyapsan bu qori adashganini? Rostdan to'g'ri topyapsan ekan, vaholanki qulog'ing kar-ku desa, haligi odamni qulog'i kar ekanmi, lekin ko'zi ko'rmas ekanda. Javob bergan ekan, qori agar Qur'onni to'g'ri o'qiyar ekan, og'zidan nur uzilmay chiqyapti. Adashgan joyda nur uzilib qolyapti, shunda men to'xta, xato qilding deyapti. U ham valiyulloh zot ekanda. Qur'on shunaqa nur, muhtaram ahli jamoat. O'shaning uchun har bitta harfiga 10 tadan savob beriladi.